Endi tomga loy shuvoq qilmaymiz, undan 2 barobar yengil bo'lgan pena shuvoq qilamiz. Juda ham yengil, qishda yozda salqin bo'ladi. Kvadrati 35 mingdan 55 ming so'mgacha joyiga qarab gaplashiladi. Loy shuvoqdan o'lsa o'ligi ortiq ekan do'stlar. Agar yog'och chirib ketadi, nafas ololmaydi deganlarga dimoxodlarni qo'yib ketdilar ekan. Ag'ini ham hisob olingan. Vassani ustidan kartonmi, bo'zmi, qora qog'ozmi nima bo'lsa shuni hisob akalar ishni bitirib ketishaverar ekan. Juda tez bo'ladi, kuniga 300 kvadratgacha qilib berishar ekan. Hurmatli do'stlar, biz bugun Andijonga kelganmiz. Andijonda eng baland binolarning birini tomini ustida turibmiz. Tom shu vaqt kerak emas, somon shu vaqt kerak emas deyapmiz. O'shani originaliga keldik. Xullas, xuddi shu xizmatni Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent bo'ylab ko'rsatishyapti akalar. Narxigacha hozir aytamiz. Xullas, birinchi qulayligini aytib o'tamiz buni. Qaranglar. Oddiy vassa, mana vassalik deydi, nima deydi? O'shani ustiga xohlaganlar qora qog'oz beryapti ekan, xohlaganlar manaqa kiyigizga o'xshagan utupleniya qilib turar ekan. Xullas, issiq sovuqni ushlab turadigan material beryapti ekan. Yana kimdirlar karton beryapti ekan. Oq bo'zda sobam ustidan quyib berishaveradi. Kvadrati 35 ming so'mdan boshlanar ekan. Ya'ni qalinligiga qarab 5 santimetrligi, loyda 2 santimetrlik qalinlikdagisidan og'irligi bir xil tushar ekan. Misol uchun 5 tonna joyga loyni surtasangiz 2 santi bo'ladi. Bu 5 santi bo'lar ekan. Narxi 35 ming so'mdan kvadratiga. Undan tashqari bu issiqlikda, sovuqlikda yaxshi ushlaydi. Nima desa bo'ladi? Termo izolyatsiya qilib turadi. Ketdik. Ustakamiz borlar, ustakamiz bilan muhandislarni yaqindan tanishtirib o'tamiz. Hormang ustaka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mashina taqib qo'yamiz aka. Eng baland joydamiz hozir Andijonda. Qalay bo'lyapti aka? Yaxshi bo'lyapti aka. Vassani ko'rsatsa bo'ldi ekan sizlarga. Ha, vassa bo'lsa, bizga mana bunaqa material olib berishsa, endi buni o'rniga karton bilan bo'z ham olib beryapti ko'pchilik. Endi tagiga nima olib bersa shuni solamiz. Qora qog'oz ham bo'laveradi. Qora qog'oz ustiga bo'z, nima olib bersalar shuni solaveramiz. O'zi mana penani quygandan keyin bir-biriga anaqa svязка bo'lib qolar ekan o'zi ham. Ushlab turaverar ekan. Sovuq yaxshi. Ish bitishlari ham tez bo'ladi. Unaqa eng muhimi shu beyda hozir. Ha, suv bilan elektr bersa, material olib bersa bo'ldi. Qolgan xizmatlari, bunga ketadigan gipsi, sementi, qo'shimcha narsalarni o'zimiz olib borib qilib beramiz. 10-15 ta odam hashar chaqirib, paqirdi. Yo'q, 3 kishi yo 2 kishi yo 4 kishi uzoq qilib qo'yadi bu ishni. Kuniga 300 kvadratgacha quyapman dedingiz. Ha, 300 kvadrat plitani ustiga 300 kvadrat turadi. Endi bunaqa vassali joylarga 150 shunaqa bo'lyapti. Harakat sekinlashadi-da bunda. Bunda endi yopish kerak, har bitta teshiklarni yamab chiqish kerak, shunaqa degandek. Ha, sekin. Loydan sifati ancha yaxshi. Va, quyishlarni ham bitta ko'rsataylik. O'sha yoqdan o'tingda, chiroyli joylar bor ekan. Qaranglar. Hozir yaqinlashib kelyaptilar. Loydan qancha yaxshi dedingiz buni aka? Endi loydan yengilligi yengil, utupletel qilishi, misol issiq sovuqni ushlashi ham yaxshi. Endi buni rasvori nima? Sement, gips, pena. Pena. O'sha penani hisobiga bu yengil chiqadi. Endi misoldan 50 litr rasvor 100 litr bo'ladi-da penani hisobidan. Ha, ko'payadi. 50 litr, 50 litr quyib qo'yilsa, misol unda hech qanday foydasi yo'q-ku. Ha. O'sha ko'pirtirib katta qilib ko'rsatadi-da. Oyoq taydi. Buni qaydandir ketdi. Shunaqa yopib, netib, eplanadi-da. Tushunarli. Bir marta quyib olguncha shunaqa oqadi, keyin o'zi qotib to'lib qoladi. Tekislanib ustiga to'ldirib. Tushunarli. Keyin yog'och chiritib yuboradi, chiritib yormaydi deganga dimoxod qo'yilar ekan. Unga dimoxod ham qo'yiladi. Misoldan bu o'zida zak ushlab turadigan bir nima emas-da bu. Betonga o'xshab haligi sovuq bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Gips oddiy misol, bilasiz-ku. Piyaga misol shpaklovka o'zi uylarda ham o'zi polni. Mana shu albastrli, gipsli narsalar bo'lyapti-ku. Tushunarli. Xullas do'stlar, uy isishi uchun doim biz devoriga uramiz. Ahamiyatli ham, pulni ham devorga chaplanadi. Tomni ham unutib qo'ymaslik kerak.
tomda ham yetarlicha issiqlik tepaga chiqib ko'tarilib ketib qolish ehtimoli bor. O'shanga mana shundan 5 sant urib qo'y. 5 sant zo'r ishlayapti hozir. Endi o'rtachasi 5 sm bo'lyapti, lekin 10 sm-gacha qilamiz. 35 mingdan 55 minggacha bo'lyapti. Asosan 5 sm. U normalniy 5 sm ham u degani. Biz iqlimga yer xotirjam yetadi. Tushunarli. Shu 5 santidan urib qo'ysang, bu endi cho'rnovoy ustiga urib. ha, hali u ashinga tenglashadi-da. Ha, u narginga yetkaziladi. O'na. Endi bo'rtib turibdi-yu, ashi bilan teng bo'ladi. Birinchi o'sha teshiklarni yemib olishar ekan mana shuna qilib. Emon tagiga ham aka zo'ridan olib beribdilar-a? Ha, qandaydir haligi boshqacha material olib berishdi. Shunday, issiq saqlaydigan. Issiq, Endi bu baland bino bo'lganligi uchun bu yerda issiqlikni ko'proq saqlash kerak. Qarayda, mana shuncha joyda qilib kelishibdi. Necha kun bo'ldi bega tushganingizga? Xo'p, bugun 3-kun aka. Aha. Endi 600 kvadratga yaqin joy bor. Yaxshi tarafi loyda opchiq yo'q ekan. Shu tomga suvni chiqarib bersa bo'ldi ekan-a, rasvordan. Asos suv bilan elektr chiqarib bersa bo'ldi. Bo'ldi, ish bitib ketaverar ekan. Baland pastligiga qarab kelish, ashinga qarab bo'laveradi. Ha. Endi bir etajli bo'lsa, o'sha 35 mingdan qilinaveradi. Misol, bu 8-etaj. Buni gips hamma narsasini olib chiqib berdi. Endi kelishi o'zini holatiga, nimasiga qarab. Ha, balandlikka qaraydi. Albatta. Biz kerak bo'lsa, mashina 3 kun 4 kunlab ham chiqaramiz-da gips materialini. O'zini, ha. Agar unda kimdir aytishi mumkin 35 ga to'g'ri kelmaydi bizga. Yo'q, to'g'ri. Kelishi o'zini nimasiga qarab. Hamma joyda ham shu-yu. Demak, do'stlar, 35 ming bir qavatli xonadonlar uchun ekan. O'sha 2-3 qavat bo'lyaptimi? Bular mahsulotini olib chiqish kerak. Men chiqqancha to'g'risi hansirab qoldim. Pastlikda ko'rsataveray. Naqadarda balandda, bolachani qaranglar, chumolichaga o'xshaydi. Ajiga chiqqancha hansirab qoldim. O'shani hisobidan, balandlikda hisobidan narxni kelishib olar ekansizlar. Bir qavatli asosda albatta qilib beramiz lekin. Bir qavatli uydagilar 35 mingdan xudo xolasa mana akalar chiroyli xizmat qilib berishar ekan. O'ta go'zal, o'ta zo'r aka. Yangilik oldin yo'q edi-da bu narsalar. Ha. Endi 2 yildan beriga o'zimiz qilardik, endi bu ommabop bo'lib, endi kuchayib ana bo'ldi. Bu zakazga bo'lardi faqat. Oldin endi bilgan bilardi paytda. Ha, o'zimizni qurilishlarda qilardik. Endi mana sekin mukammallashdi-da bu ham. Xizmat qayergacha xudo xolasa? Endi vodiy bo'ylab asosan endi Toshkentgacha chiqyapmiz. Toshkentgacha. Albatta. Yaxshi. Brigadalar bor. Ha, bor. Bo'ldi. Qo'ng'iroq vodiyliklar bemalol qo'ng'iroq qilib o'tgan Toshkent bo'ylab. Ha. Bo'ldi. Akalar, mana sizlarga yaxshi narsa, o'sha dimoxodlarni ham qilib ketishar ekan. Chiroyli qilib berishar ekan xullas. Suv bilan elektr bersalaring, mana shunda vajillatib tayyorlashadi. Rasurlari ham o'sha aytib o'tganimizdek gips, sement hamda pena. Pena o'sha ko'pirtirib katta qilib beradi. Bizning kanalda doim yaxshi foydali ma'lumotlar chiqqan. Bundan keyin ham chiqishi uchun albatta qo'llab-quvvatlash maqsadida like tugmasini bosib qo'yasizlar. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Yaxshi bizneslar bor, qurilish sohasiga oid bo'lgan yaxshi ma'lumotlar chiqaramiz. Bo'lar bo'lmas boshqa narsa chiqarmaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.